Ko'raverasizlar akalar, juda mazali holatda. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun shashliklarimiz ichida eng shirin shashlikni tayyorlab ko'ramiz. Ketdik. Videoda oxirigacha tomosha qiling, manfaatli bo'ladi. Kilosiga 10 gram tuz solamiz. Koriander solamiz, kilosiga 5 gram. Zira solamiz, kilosiga 5 gram. Kilosiga 60 gram o'simlik yog' qo'yamiz. Jigarini ezib aralashtirib olamiz. Obunachilar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like tekunu, bitta like bosib qo'ying. Ko'proq odamlarga jo'natib, bitta kommentariy yozib qo'ying. Inshaalloh yaxshi videolar chiqaramiz. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar, mana bugungi shashliklarimiz pishyapti. Virusga shashliklarimiz puskovoy. Marinovka holati, tuz, murch, zira, boshqa narsa ketmaydi. Tabiiy, shunaqangi yumshoqki, molda viruskasi eng yumshoq joyi bo'ladi. Ko'rib baho berasizlar. Juda ham mazali. Pishish jarayoni ketyapti. Juda ham mazali. Ko'raverasizlar akalar, juda mazali holatda.